Bilasizlarmi, men eng ko'p sog'ingan narsam nima edi? Ovqatlardan. O'zimni kafemdagi ovqatlarni sog'ingandim. Borki Qozog'istonda salgina ovqatlardan qiynaldik. Pizza yedik Tayson bilan ikkalamiz bor. Keyin yana nima yedik? Pizza yedik, shashlik yedik, safran shashlik. Nomer oldim. Akbar hamshayda hozir meniki birga o'tiribmiz. Bular ovqatni gungurska bo'libdi, men keyinimcha. Sho'rvasini ham mazza qilib yegan lekin. Bir sho'rva yedik do'stlar, xudo o'zi kechirsa. Shu go'shtni usta issiq ichib muzlab qo'yadi. Qanday unday natija erishgan hayronman, lekin zo'r. Lekin 5 barmog'i vahsh gap yo'q ekan, zo'r ekan. Borki bo'g'irsoqlaring yedik, zo'r ekan. Jigarlar Qozog'iston Astana. Qozog'iston o'z 5 barmog'i nomer 1, O'zbekiston plovi nomer 1. Gap so'z yo'q. Jigarlar, o'tiribmiz. Saturim 5 aka.